Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugungi darvozamizni ham o'rnatib oldik. High-tech pechat fasonda bo'ladi. Nержавейкali laklari matoviy bo'lgan, kraskalari Deo kraska, mokriy asfalt bo'lgan. Vibraga bosilgan darvozamiz. Ko'rishlar mumkin. Xolasa vibraga bosilgan darvozamiz. Farg'onani aeroport yoniga o'rnatdik. Shu darvozamizni Shakar qishloq deyisharkan. Zamoklarimiz doimdek zubur zamok. Eski stoykasi mana bo'lgan, qoldir narsa qilib qo'yildi. Yoniga yangi stoyka qo'yib turib, tiklab qora nerjaveykalar bilan mana shu darvozamiz hozir orqasidan ham ko'rinishini fotolar asarib beramiz. Obzor qilib beramiz. Orqa fondan ko'rinishi darvozamizda. Taglari shiviller bo'lgan. Center zamok bo'lgan, tevalar o'sha lazerda naqsh qilingan. Center zamoklarni qo'yib, xolasa go'zal bo'lib o'rnatdik. Xolasa